Türkiye Cumhuriyeti qurilganligining 97 yilligi mamlakatning har qaysi joylarida, chet eldagi vakolatxonalarda va Shimoliy Qibrus Turk Cumhuriyetida turli marosimlar orqali tantanali tabriklandi. Poytaxt Anqaradagi tunji marosim Atatürk xotira saroyida o'tkazilgan bo'lib, Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an va uning hamrohligidagi hay'at Atatürk xotira saroyini ziyorat qilib, Cumhuriyetning qo'rg'uvchisi Mustafa Kamal Atatürkning maqbarasiga gulchambarak qo'ydi. Cumhuriyet Raisi Erdo'g'an Atatürk xotira saroyining maxsus daftarga davlatimizning olg'a ilgarilashiga to'sqinlik qilish uchun davlat ichi sirtidan kelayotgan har xil shakldagi hujumlar bizni tez biktirish u yoqda tursin, aksiya po'latdek kurash qilish irodamizni texim kuchaytmoqda. Fidokorligimizni yana yuksaltirmoqda. Mislsiz zafarlar bilan to'lib toshgan o'tmishimizdan jasorat olib, birlik va barobarlik ham qarindoshlik rishtisi ichida o'rtoq kelajak va porloq istiqbol manzilgohimizga qarab, g'albi sari olg'a ilgarilashni izchil davomlashtiramiz deganlarni yozdi. Cumhuriyet Raislik saroyi uchur aloqa ishlari idorasining uyushtirishida Antaliyadagi Patara qadimki shahrida Cumhuriyet Raislik saroyi simfoniya orkestrimi Anqara vaqti tushdan keyin soat 7 dan 23 minut o'tganda Buyuk Cumhuriyet konserti o'tkazgan. Uningdan boshqa yana Aqdengizda 97 g'avvos maxsus suvosti yoritish maharati ko'rsatgan.